Yodingizda bo'lsa, yangi Garri Potter serialidagi bosh yovuz Voldemortni ayol kishi ijro etishi ehtimoli borligi haqida xabar bergan edik. Bir necha kun avval esa aktrisa Tilda Swinton ushbu rolni ijro etishi mumkinligi haqidagi xabarlar internet tarmoqlarida keng tarqaldi. Siz ushbu aktrisani Narniya saltanati, Konstantin va albatta Doctor Strange filmlari orqali tanishingiz mumkin. Sizlarni xotirjam qilish uchun ikkita xabar bor. Birinchisi, bu xabar hali tasdiqlanganicha yo'q. Ikkinchisi esa Voldemortni Tilda ijro etadi degan bo'lsa, bu siz o'ylagan darajada yomon emas. Chunki Tilda Swinton Gollivud'dagi aktyorlik mahorati eng yuqori bo'lgan sanoqli ijodkorlardan biri. Juda ko'p marta erkaklar rolini ijro etgan va hattoki Oscarni qo'lga kiritgan. Ijtimoiy tarmoqlarda erkaklar rolini erkaklardan yaxshi ijro etadigan ayol kelmoqda kabi izohlar yozib qoldirilmoqda. Garri Potter olami muxlislarining yarmi bu qarorga qarshi bo'lsa, yarmi uni qo'llab-quvvatlamoqda va muxlislar orasida o'zaro janjallar ham kelib chiqqan holatlar qayd etildi. Qiziqarli tomoni shundaki, shuncha janjal, mashmasha hali tasdiqlanmagan xabar uchun.